Ketdi. Otib yuboramiz, mana shunaqa otib yuborsak ham pacha bo'lib ketadi. Otib yuborsak ham sinmaydigan tugunlar o'zimizda mavjud. Okay. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz hozir birgalikda ishlaydigan Komfort zavodiga kelganmiz. Komfort zavodimizda turli xil qurilish materiallari, mahsulotlari mavjud. Hozirda burun tortilgan penaplekslarimiz mavjud. Sifatini ko'rishingiz mumkin. A'lo darajada. Hattoki bu yerda gips tiyagalar ham ishlab chiqaramiz. Ko'rishingiz mumkin, sifati a'lo darajada. Kartonliklarimiz zakotovka bo'lyapti. Bu yerda cheklanmagan miqdorda kartonliklar desin, shpaklovka desin, turli xil qurilish materiallari, mahsulotlari mavjud. Kimga shunaqa xizmatlar yoki qo'ysimiyaslar kerak bo'ladigan bo'lsa, Komfort zavodimizga aloqaga chiqasizlar yoki o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda hamma narsamiz mavjud. Ishlarimiz avjida ketyapti. Xudo xolasa Komfort zavodimizda Trevet mahsulotlari ham mavjud. O'zimiz ham shu Trevet mahsulotlarini olib ishlatamiz. Aziz do'stlar, bu bo'limimiz Trevetning fasad uchun ishlatiladigan, pardoz ishlariga ishlatiladigan mahsulotlar ishlab chiqariladigan joyimiz. Bu joyimizda Trevetning mahsulotlari, hozirda yangilik bo'layotgan Luci Pedro, Milano, Nusto mahsulotlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yapmiz. Xudo xolasa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqasizlar. Fasadlarni, mahsulotlarni o'zimiz olib borgan holatda a'lo darajaga keltirib beramiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Aziz do'stlar, biz faqatgina zavod mahsulotlarini ishlatibgina qolmay, ishonchli bo'lish uchun shartnomalar ham tuzib olgan holatda ishlaymiz. Muhimi bizda ishonch. Mana shunday qilib uyingizga boramiz, shartnomani tuzamiz. Tuzgandan so'ng Profasad jamoasining tasdiqlovchi pechatini bosib beramiz. Shunday tarzda uyingizni fasad qismini a'lo darajaga keltirib beramiz. Imkon qadar garantiyalarni ham qilib beramiz. Bo'ldi.